Viloyatimizda faoliyat yuritayotgan kichik va o'rta biznes vakillarini qo'llab-quvvatlash, taklif va mulohazalarini tinglash, muammolarini o'rganish va ularga yechim topishga ko'maklashish maqsadida Uzun tumanida navbatdagi ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Viloyat markazidan qariyb 200 km uzoqlikda joylashgan Uzun tumanida ayni paytda 2100 dan ortiq tadbirkorlik subyekti faoliyat yuritmoqda. Surxondaryo viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i Erkin Narmanov xususiy sektor vakillari bilan uchrashuvda hudud aholisining tadbirkorlik salohiyatini alohida e'tirof etdi. Bugungi kunda Uzun tumanida investitsiyalarni jalb etish, tadbirkorlikni rivojlantirish, ishlab chiqarish hajmini oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratish borasida keng ko'lamli ishlar yo'lga qo'yilgan. Joriy yil boshidan 20 dan ziyod bo'sh turgan obyektlar ishga tushirilishi natijasida ko'plab yangi ish o'rinlari yaratildi. Ochiq muloqot davomida tadbirkorlik rivojida muhim ahamiyat kasb etayotgan soliq imtiyozlari va soliq qonunchiligidagi so'nggi yangiliklar to'g'risida ham atroflicha ma'lumotlar berildi. Uchrashuv davomida ishtirokchilarning onlayn nazorat kassa texnikalari, soliq hisoboti, elektron hisob faktura hamda ortiqcha soliq to'lovlari bilan bog'liq murojaatlari tinglandi. Ayrim masalalar yuzasidan tushuntirishlar berildi va o'rganishi talab qilinadigan murojaatlarni hal etish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilab olindi. Mana bugun Surxondaryoning bir chekka tumani, Uzun tumanida soliq boshqarmasidan mutaxassislar kelib, tadbirkorlarni chaqirib, yuzma-yuz nima darding bor, dardingizni ayting deb turishini o'zi bir tadbirkorlarga bo'layotgan bir yaxshigina e'tibor. Nimaiki dardi bo'lsa, hamma aytayapti hozir. Menda mana shunday muammo bor, menda shunday muammo bor. Hamma o'zining muammosini aytib, muammosiga yaxshi yechim topyapti. Bundan keyin mana shunday bir tadbirkorlar bilan uchrashuvlar bo'lib tursa, mana shunday kelib, dardini eshitib tursa tadbirkorlarni kelib so'rab tursa, yanada yaxshi bo'lardi. Tadbirkorlar ham o'zining qiynagan savollarga, muammolarga yechim topib ketardi. Yig'ilishdan foydalanib, men ham o'zimning tadbirkorlik faoliyatimda vujudga kelgan bir muammoli savollarni berdim. Soliq boshqarmasi boshlig'i tomonidan juda diqqatdan eshitilib, bu muammoni bartaraf etadigan bo'ldi. Mana shunday yig'ilishlarni tashkil etib turgan avvalo davlatimiz rahbariga biz minnatdorchilik bildirib, yanada shijoat bilan mehnat qilishimiz kerakligini anglab yetamiz. Viloyat soliq boshqarmasi boshlig'ining bunday uchrashuvlari Surxondaryo vohasining barcha hududlarida davom etmoqda.